Mana bugun Andijon viloyati Chimbuloq MFY Yashnobod ko'chasiga kelibmiz. Xo'sh, bu yerda yana bitta obyektimizni tugatib oldik. Xo'sh, oldindan narxini aytaman. 25 million so'mga kelib o'rnadi. Xo'sh, bularda 130 ga 160 romdan 3 ta, ichkarida 4 metrga 235, 210 ga 235, 2 metrga 235, 235 ga 235 romlarimiz bor. Ularni ayniga kaloniy bo'lgan hosillarni ko'rsatib o'taman. Tashqi fasadi. Ichki taraflarni ko'rsatamiz. Tashqi ko'rinishlari. Eshigimiz ochilish yopilishlari. Voy, razmerlarni boshqatdan aytib o'taman. Yerdan tepagacha 235, yana ham 235. Unga 55 dan ikkita ochilish qo'yib berganmiz. Pastdan 50, tepadan 50 tashalgan, yana 55. Har bitta romimizdan ikkita ochilish. Ruchkalar akfadan. Xo'sh, buni razmeriga keladigan bo'lsak, eshigimiz общий 2 metr, eshigimiz o'zi 1.30, balandligi 2.35. Balkon profildan foydalanganmiz. Shu ochilish yopishlari mana cho'tki holatda. Xo'sh, buni eni 2.10, balandligi 2.35, o'sha 55 li ochilish, pastdan 50, tepadan 50 qo'yilgan. Xo'sh, bu romimizga keladigan bo'lsak, 130 ga 160. Aynilar oqqa qora girilgan. Kulishni mexanizmlari bor. 40 li fotogonilari. 6000 kvadrat TPP profilda bo'lgan bular. Yana bitta romimiz bor. Nariyoq tarafda eshik romimiz bor. Yana 4 metr, balandligi 235, o'rtada eshigimiz 1.40. Ochilish yopilishini ko'rsatamiz. Men bu pentaga chiqdi, davlat Shu firmada ishlar tushganlarimiz. Xo'sh, buni endi 1.30, balandligi 1.60. Sulishning mexanizmlari ham bor buni ham. Ashcha cho'tki holatda bo'lgan. Xo'sh, bu akamizga kilo 10 narxi yana qaytarib o'taman. 25 million so'mga kilo o'rnadi. Sizlar bilan zo'raycha bo'ldi. Bundan zo'r, bundan qiziq konditlar olishga harakat qilamiz. Like va podpiska bosib, ehtimol